Adasi, Hop. telefoningizni berib turing. Ana ol, bemalol. Bironta shubhali narsa ham yo'q-a. Bironta qiz bilan ham gaplashmaganlar. Rashk qilyapsam sababim yo'q. Bir xil erkaklarga o'xshab ayollarning atrini ham hidi kelmaydi. Soch pocham chiqmaydi. Onasi men ketdim ishga. O'zing ehtiyot qil. Qanaqa odamsiz o'zi? Na bir kiyimingizdan begona ayollarning atrini hidi kelmaydi. Na bir telefoningizda begona qizlar nomeri ham yo'q. Siz ham bir bundoq kech keling, meni xotirga qo'ying. Sizga telefon qilib tusha olmay jahlim chiqsin, asabiylashyapsizgina mana. Men ham dugonalarimga o'xshab xotirlashmaganligini his qilyapsizgina. Uyga kecha qolganingizda qayerda yuribsiz siz deb baqiring men ham. Ozgina siz ham jahli chiqsin, ozgina urushaylik biz ham. Qayerda qolib ketdik lekin, soat ham 6 bo'ldi. Abonent apparati o'chirilgan. Telefonlar nimaga o'chiq-a? Asablarim ham buzilib ketdi. Voy. Nima qilyaptilar pastda? Shomga ham 1 soat bor ekan. Shomda masjidda o'qib, keyin uyga kiraman. Ayolimni sog'indim. Toza odam tozaligicha qolar ekan-da, baribir. Allohim shundan juft halol berganiga shukr. كلما نظرنا للسماء شعرنا أننا نحوها نعلو